Al-Hakim at-Termiziyning ma'naviy merosiga e'tibor beradigan bo'lsak, Allomaning 400 dan ortiq asarlari yozganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Va bizning hozirgi kunimizgacha aynan Allomaning 55 ta asari yetib kelgan. Bugun Allomaning ma'naviy merosi Yevropa mamlakatlarida, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Angliyada, Fransiyada ilmiy tadqiqotlar ishlari amalga oshirilgan. Aynan bizning O'zbekistonda ham Alloma asarlari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Aynan biz tarjimashunos olimlardan Shayx Muhammad Sodiq, Ubaydullo Uvatov, Abduqodir Shoshiy, Mirza Kenjabek, Jo'rabek Cho'tmatovlarni keltirishimiz mumkin. Biz yuqorida Alloma asarlariga urg'u berdik. Shu o'rinda Ma'rifatul Asror asariga to'xtalib o'tmoqchiman. Alloma Ma'rifatul Asror asarida ustoz qanday bo'lish kerak va shogird qanday bo'lish kerak, ya'ni ustoz va shogirdlik an'anasini juda go'zal misralar bilan yoritib beradi. Shu yerda Alloma ustoz birinchi navbatda barcha talablarga javob berish kerak. Ustoz shogirdining qanday ahvoli qanday ekanligi, uning qabul qilish darajasi qanday ekanligi agar bugungi kunda qiyoslaydigan bo'lsak qanday ekanligini bilishi kerakligi aynan shu asarda keltirilgan. Shu o'rinda bu asarda shogirdlik an'anasi, shogird qanday bo'lish kerak, bunda ham o'zining munosabatini bildirib o'tadi. Shogird ustozini hurmat qilishi, uni har bir o'rgatgan narsasini diqqat bilan tinglashi, ustozning sirlarini boshqa kishilarga aytmasligi, ustoz ko'rsatgan yo'llardan yurishi haqida ma'lumotlar beradi. Allomaning aynan asarlarining bunday jihatlarini biz pedagogik jihatdan tahlil qilib yoshlarimizga o'rgatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari Alloma asarlarining bosh g'oyasi nafs odobi hisoblanadi. Yo'qotilgan narsaga emas, niyat maqsadning yo'qolishiga qayg'urish lozim. Chunki ezgu amallar niyat maqsadsiz haqiqatga to'g'ri kelmas. Hakim at-Termiziy